ma'rifiy suhbatlar. Qalblar yaxshilik qilgan odamni sevish va yomonlik qilgan kimsani yomon ko'rish tuyg'usida yaratilgan. Kim bir kishini yaxshilik tomon yo'naltirsa, unga ham o'sha yaxshilikni qilgan yoki bajargan kishining mislicha ajr bo'ladi. Qalbni poklamaguncha ilm nur bo'lmaydi. Ilm haqiqiy bo'lishi uchun qalb ham sof bo'lishi shart. Kim nafsini yengsa, u haqiqat yo'liga kirgan bo'ladi. Tasavvufda eng katta jihod nafsga qarshi kurash. Riyo bilan qilingan amal zohirda to'g'ri bo'lsa ham botinda qadrsiz va samarasizdir. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, ma'rifatga oshno qalb egalari. Suhbatimizning bugungi mavzusi Zangiota ma'naviyat chirog'ini yoqqan buyuk murshid. Suhbatdoshimiz esa filologiya fanlari doktori Nodirxon Hasanov bo'ladilar. Mikrofon qarshisida Ma'murjon Abdiyev. Zangiota Markaziy Osiyo tasavvuf tarixida muhim o'rin tutgan ulug' avliyolardan biri hisoblanadi. Uning faoliyati faqatgina dindorlik bilan cheklanmagan, balki ilmiy ma'naviy tarbiya, jamiyatni isloh qilish va inson kamolotiga xizmat qilgan. Zangiota klassik ma'noda kitob yozgan olim sifatida emas, balki amaliy ilm va hayot maktabi orqali ta'lim bergan shayx sifatida mashhur bo'lgan. Uning ilmiy faoliyati quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Zangiota tasavvuf ilmini chuqur egallab, uni xalq orasida keng tarqatgan. U nafsni tarbiya qilish, sabr va qanoat, ixlos va tavakkul kabi tushunchalarni o'rgatgan. Uning qarashlari Bahovuddin Naqshband ta'limotiga yaqin bo'lib, dil bayor, dast bakor, ya'ni qalb Allohda, qo'l mehnatda g'oyasiga uyg'un edi. Ma'lumki, Ahmad Yassaviy izdoshlari haqida gapirganda ularni bir necha guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga bevosita Yassaviy yo'lida hikmat yozgan shoirlardan Hakim ota Sulaymon Boqirg'oniy, Kamol shayx Iqoniy, Shams O'zgandi, Shayboniy Ubaydi, G'aribiy, Darvesh Ali, Ne'matulloh, Hakim Xolis Toshkandi, Yusuf Bayzoviy, Azim Hoji Eshon, Qul Sharif, Nizomiy Xo'qandi kabi ijodkorlar kiradi. Ikkinchi guruhga Maxtum Quli, Mavlo Quli, Qul Ali, Boborahim Mashrab, Sayqali, Majzubi Namangoni, Huvaydo Chimyoni, Sufi Allohyor kabi Yassaviy dunyoqarashidan ta'sirlanib ijod qilgan mutasavvif adiblarni ko'rishimiz mumkin. Uchinchi guruhga esa tariqat sulukida Yassaviy qarashlarni davom ettirgan Qutbiddin Haydar, Hoji Bektosh Vali, Sari Saltuq, Hoji Boyazid, Hoji Halil, Sadr Ato, Keshliq Ato, Sayyid Ato, Bobumma, Husayn Shayx, Hoji Bahovuddin, Muhammad Azizon, Shayx Obid, Shayx Zakariya Yassaviy, Solih Muftiy kabi mutasavviflarni kiritishimiz mumkin. Bular orasida Zangiotani uchala guruhga ham qo'shishimiz mumkin. Zangiota Ahmad Yassaviyning yaqin shogirdi bo'lgan Hakim ota Sulaymon Boqirg'oniyning xalifasi bo'lib, nasab jihatidan Ahmad Yassaviyning ustozi Aslonbobning avlodidandir. Aslonbobning o'g'li Mansur ota dastlab otasidan, keyin esa Ahmad Yassaviydan ta'lim tarbiya olgach, zohiriy va botiniy ilmlarda olim bo'lib yetishadi. Hijriy 594, milodiy 1197-yil Mansur otaning vafotidan so'ng o'rniga Abdulmalik ota xalifa etib tayinlanadi. Abdulmalik ota ham ko'p o'tmay vafot etgach,
o'g'li Toj Hoja shayxlik maqomiga o'tiradi. U ham hijriy 596, milodiy 1199-yil vafot etadi. Zangi ota mana shu Toj Hojaning farzandi edi. 12-asrning oxiri yoki 13-asrning boshida Toshkentda tug'ilgan. Zangi otaning to'liq ismi sharifi Toj Hojaning o'g'li Oy Hoja Himmatidir. Zangi ota uning laqabi. Zangi otaning otasi ham ilmli, taqvodor va tasavvuf ahlidan bo'lib, farzandiga Qur'on ilmlari, fiqh, odob, axloq, tasavvuf asoslarini o'rgatgan. Zangi ota avval oilasida, ya'ni otasidan saboq oladi. Keyin esa zamonasining mashhur shayxlari bilan muloqotda bo'lgan. Ayniqsa keyinchalik Ahmad Yassaviy tariqati ta'sirida kamol topgani ta'kidlanadi. U ko'p yillar davomida bobosi va otasidan ilm o'rganadi. Ahmad Yassaviyning xalifasi Hakim ota Sulaymon Boqirg'oniydan ham ma'lum muddat ilm saboq oladi. Faxriddin Ali Safiyning Rashahot asarida Zangi ota Hakim otani ko'rmagan, balki undan ma'naviy uvaysiy tarbiya olgan. Shunday bo'lsa-da, uning xalifasi bo'lish sharafiga erishganligi yozilgan. Ilm izlanib, nihoyat vatani Shoshga, ya'ni Toshkentga qaytgach, xalqqa tasavvufiy haqiqatlarni o'rgatadi. Zangi ota mahalliy aholining qo'y-qo'zilariga cho'ponlik qilar edi. Ustozi Hakim ota 1186-yil vafot etib, Xorazmdagi Boqirg'onga dafn qilingach, uning davomchisi sifatida faoliyat yurgizadi. Zangi ota faqir va darvesh sifat odam bo'lib, kundalik umri podachilik bilan o'tgani tufayli qiru adirlarda toat ibodat bilan band bo'lar edi. Namozdan keyin zikri jahriyani boshlab, zikrga mashg'ul bo'lganda, podadagi barcha sigirlar o'tlashdan to'xtab, uning atrofini halqa qilib o'rab, unga ergashar ekan. Zangi ota ko'plab murid va shogirdlarni tarbiyalagan. Ularni axloqiy jihatdan poklash, qalblarida ilmga muhabbat uyg'otishga katta e'tibor qaratgan. Uning dargohida faqat diniy emas, balki hayotiy tarbiya ham berilgan. Zangi ota ta'limotida eng muhim jihat ilmni amal bilan birlashtirish edi. U faqat gapirishni emas, balki halol mehnat qilish, oddiy hayot kechirish, insonlarga xizmat qilishni targ'ib qilgan. Zangi otaning asosiy ta'siri aynan ma'naviy tarbiya sohasida namoyon bo'lgan. U inson qalbini poklashga katta ahamiyat bergan. Kibr va hasaddan qutulish, ixlosni kuchaytirish, Allohga muhabbat orqali insonni komillikka yetkazishni maqsad qilgan. Zangi ota oddiy xalq orasida yashagan va ular bilan doimiy muloqotda bo'lgan. Zangi ota kambag'allarga yordam bergan, muammolarni hal qilishga ko'maklashgan, adolat va insofni targ'ib qilgan. Shu sababli u xalqning katta hurmatiga sazovor bo'lgan. Zangi ota ko'plab muridlar yetishtiradi. Ular orasida mashhur 4 xalifasi Uzun Hasan ota, Said Ahmad ota, Sadr ota va Badr otalar bo'lib, ular o'z vaqtida Buxoro madrasasida ta'lim olgan ilg'or olimlar bo'lishgan. Rashahot asarida hikoya qilinishicha, ular shariat ilmini o'rgangach, haq roziligiga erishish maqsadida bir komil murshid, ustoz topib, mana shu ma'naviy suluk yo'liga kirishni ixtiyor etib yo'lga tushishadi. Shoshga yaqinlashganlarida poda boqib yurgan zanjiga o'xshash, lablari qalin, oyoq yalang qora odamga, ya'ni cho'pon Zangi otaga duch kelishadi. Toliblar podaga qarab yura boshlaydilar. Ammo cho'pon ularga e'tibor bermay, qurigan tikan bandlarini yalang oyog'i bilan sindirib bir yerga to'plab bog'lashga harakat qilar edi. Podachi yalang oyog'i bilan tikan g'aramini bosib tepkilasa ham uning oyog'iga aslo tikan qadalmas edi. Buni ko'rgan ilmi toliblar hayratlanib, ajablanadilar. Toliblar salom berib unga yaqinlashadilar. Cho'pon bir lahza toliblarga razm solib, bu yerning odamlariga o'xshamaysizlar, qayerdan kelursizlar va qayerga ketursizlar deydi. Biz Buxoroy sharifning madrasasida o'qigan tolibi ilmlarmiz. Ko'nglimizda tasavvuf ilmiga tashnalik jo'sh urib, bir piri komilni izlab topish va undan ta'lim olish niyatida yo'lga chiqqandik, deb javob beradi Uzun Hasan. Barakallah, unday bo'lsa sizlar biroz dam olinglar.
men atrofga nazar solib hidlab ko'raychi, sizlarga rahnamolik qila olishi mumkin bo'lgan biron zot bormikan, deydi Zangi ota. Toliblar dam oladilar. Zangi ota esa turgan joyda janub, sharq, shimol va g'arbga yo'nalib, uzoq manzillarga tikilib, havoni hidlaydi. Keyin bir zum ko'zini yumib, muroqabaga cho'madi. So'ng ko'zini ochib ilmi toliblarga qarab, sizlarga rahnamolik qiladigan o'zimdan boshqa biror mukammal zotni qidirib topa olmadim, deydi. Bu so'zni eshitgan toliblar hayron bo'lib, bir-birlariga qaraydilar. Uzun Hasan va Sadr ota darhol Zangi otani pir tutib murid bo'ladilar. Lekin Said bilan Badr esa ko'ngillarida Zangi otaga nisbatan shubha tug'iladi. Said o'zicha, men Said avlodidan bo'lsam, boz ustiga Buxoroy sharifdek muqaddas maskanda tahsil ko'rgan bo'lsam, bu yalangoyoq juldurvaqi cho'pon qanday qilib piri komil bo'la olsin deb o'ziga ortiqcha baho berib, Zangi otani mensimaydi. Badrning dilidan ham shunga o'xshash e'tiroz va shubha kechadi. Ikkala yigitning xayolidan kechgan shubha-yu e'tirozlar darhol Zangi otaga ayon bo'ladi. Ammo u sabr qilib, ularga buni sezdirmaydi. Uzun Hasan bilan Sadr ustozlari Zangi otaga sadoqat bilan xizmat qiladilar. Murshidning tarbiyasi, irshodi, mehr shafqati hamda ilohiy fayzi tufayli tez fursatda ma'naviy kamolot hosil qiladilar. Uzun Hasan Zangi otadan so'ng uning xalifasi etib tayinlanadi. Said esa yomon fikrga borgani uchun ancha qiynaladi. Ko'p vaqtini riyozat bilan o'tkazsa-da, biroq ilgarilay olmaydi. Nihoyat buning sababi o'zining kalon dimog'ligidan kelib chiqqaniga amin bo'lgach, tavba qilib Zangi otadan kechirim so'rash yo'llarini izlaydi. Lekin Zangi otaning huzuriga kirib, tazarru aylashga botina olmaydi. Nihoyat Zangi otaning mushfiqa ayoli Anbar onaga arzi hol qilib, undan yordam so'raydi. Anbar ona ham unga mehribonlik ko'rsatib, shunday yo'l ko'rsatadi. Zangi ota sahar chog'ida tahorat olish uchun tashqariga chiqadi. Shu paytda sen obdastaga suv to'ldirib bag'ringga bosginda, qora namatga o'ralib, Zangi otaning yo'lida yotgin. U zot tongda seni bu ahvolda ko'rib, rahmi keladi va kechiradi, deydi. Ertasi saharda Zangi ota bomdod namozi uchun tahoratga borar ekan, yo'l ustida qora namatga o'ralib yotgan odamga ko'zi tushadi va taajjublanib, "Kimsan?" deydi. Shunda qora namat ostida qo'lida obdasta tutgan Sayyid chiqib, "Pirim, shogirdingiz Saidman, gunohkorman. Meni kechiring pirim, bu osiy shogirdingizni bag'ishlang. Men tavba qildim, pushaymonman. Kibri havo botqog'idan xalos bo'lib, kamtarlik va halimlik yo'liga kirishga tayyormen", deb ta'zim bajo keltiradi. Zangi ota unga rahmi kelib, uni o'z farzandidek ardoqlab quchog'iga bosadi. Anbar ona ham Zangi otadan Saidning gunohlaridan o'tishni iltimos qiladi. Shundan keyin u ham ustozning iltifotiga musharraf bo'lib, uning ikkinchi xalifasi maqomiga erishadi. Badrning ham bir necha vaqtgacha ishlari yurishmay yuradi. U ham Anbar onaning mehribonligi va vositachiligida tavba aylab, gunohlaridan forig' bo'lib, Zangi otaning iltifotiga erishib, tez muddatda ma'naviy kamolot hosil qiladi. Uning faoliyati natijasida hozirgi Zangiota ziyoratgohi shakllanib, ma'naviy markazga aylangan. Bu joy insonlarni tarbiyalash, duo va ibodat qilish, ruhiy poklanish uchun xizmat qilib kelmoqda. Zangiota milodiy 1258, hijriy 656-yil Shosh yaqinida Samarqand yo'lidagi qishlog'ida vafot etib, o'sha yerga dafn etilgan. Keyinchalik qishloqning nomi Zangiota qishlog'i deb ataladi. Bugungi kunda u zotning qabri sharifi Markaziy Osiyodagi eng gavjum ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Zangiotadan keyin yassaviylik suluki asosan Said ota va Sadr ota vositasida davom etdi. Bu ikki zotning shogirdlari ko'p yillar davomida xalqqa yassaviylik an'anasidan saboq berib keldilar. Bu silsila Sadr otadan keyin Ayman bobo, Shayx Ali, Mavlud shayx, Kamol shayx, Hoji Abdulloh, Xodim shayx, Jamol shayx Buxoriy kabi zotlar orqali davom etdi. Zangi buvaning ba'zi muridlari
olimu fozillar, ba'zilari iqtidorli shoirlar bo'lib, asarlarida xalq orasida yassaviylik g'oyalarini targ'ib etganlar. Shu bois Zangi otaning hayoti, karomatlari, ilohiy nafaslari haqida ko'plab naql va rivoyatlar mavjud. Bulardan el orasida mashhurlarini marhum ustozimiz Orif Usmon domla yig'ib, Zangi ota tarixlari, rivoyatlari, karomatlari nomi ostida nashr ettirganlar. Shuningdek, akademik Akmal Saidov ham ulug' ajdodimiz haqida Hazrati Zangi ota degan ulkan bir asar chop ettirganlar. Mazkur rivoyatlarda yozilishicha, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Hoji Ubaydulloh Ahror kabi buyuk zotlar Zangi otaga nisbatan alohida hurmat, ehtirom ko'rsatgan ekanlar. Masalan, Amir Temur Zangi otaning qabri ustiga maqbara qurdirgan bo'lsa, Mirzo Ulug'bek 1420-yil u yerga peshtoq bino qildirgan ekan. 15-asrning nufuzli rahnamosi Naqshbandiy Murshidi komili Zahiriddin Muhammad Boburning ustozi Hoji Ubaydulloh Ahror Vali hazratlari Movira-un-Nahr va Xurosonning shahar va qishloqlarini kezar, olim va avliyolarning qabrlarini ziyorat qilar, ularning ruhoniyatidan fayz olar ekan. Hazinining Javohirul Abror asarida yozilishicha, Hoji Ubaydulloh Ahror Vali Zangi otaning qabrini har gal ziyorat qilganida uning mozoridan Alloh Alloh degan zikr sadolarining samoga yuksalishini har tong va har shomda eshitar ekan. Shu bois bo'lsa kerak, Zangi otaning tabarruk maqbarasida necha asrlardan buyon ziyoratchilarning keti uzilmaydi. Demak, bundan kelib chiqib aytish mumkinki, Zangi otani barcha tariqat vakillari birday hurmat qilishgan. Zangi ota ilmni kitoblarda emas, balki inson qalbi va hayotida namoyon qilgan ulug' zotdir. Uning ilmiy va ma'naviy faoliyati insonni komillikka yetaklovchi yo'l sifatida hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Muhtaram tinglovchilar, siz Mahalla radio kanalida ma'rifiy suhbatlar eshittirishni tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Ma'rifiy suhbatlar.